Ayni paytda biz Buildix o'quv markazidamiz. Bu yerda tahsil oluvchilar qurilish sohasining turli yo'nalishlari bo'yicha kasb o'rganishadi. Eng e'tiborlisi darslar ko'proq amaliy tarzda olib boriladi. O'quv markazida har yili 4000 nafargacha mutaxassislar tayyorlanadi. O'qish muddati 1 oy, ya'ni 72 soat. Ular monolit ishlar, g'isht terish, pardozlash, fasad, santexnika va elektr yo'nalishlari bo'yicha bilim va ko'nikmalarga ega bo'ladi. O'quv markaz bizani kompaniya Energy BI kompaniyasidan tashabbusi bilan tashkil etildi. O'quv markaziga hamma xohlovchi kelaveradi. Biz o'qitib boraveramiz. Toshkent shahar hokimligi bilan ish birga olib borilyapti. 18 dan baland bolalarni, yosh bolalarni ham olaveramiz, o'qitib boraveramiz. Mana shu qurilish bo'yicha qanaqa soha bo'lsa, o'sha hammasiga o'qitib boramiz. Markazda o'quv jarayonlari zamonaviy uskunalar bilan jihozlangan maxsus maydonchalarda tashkil etilgan. Bu kasb o'rganuvchilarga real ish sharoitiga yaqin muhitda tajriba orttirish imkonini beradi. Bugun ochilayotgan mana shu Buildix o'quv markazimiz uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish sohasida mutaxassislarni o'qib chiqarish uchun ochilyapti. Hozirgi zamonaviy texnologiyalar bizning yangidan qurilayotgan, ya'ni BI Group solinayotgan uylarda yangi texnologiyalar kirib kelyapti bizga, O'zbekistonga. Shuni bizning mutaxassislarimiz xizmat ko'rsatish uchun, shuni bilish uchun shu narsalarni hammasini biz o'qib, o'rgatib boramiz. Mashg'ulotlar davomida xavfsizlik qoidalariga alohida e'tibor qaratilib, ishtirokchilarga mehnat muhofazasi bo'yicha ham zarur bilimlar beriladi. Kurslarni muvaffaqiyatli yakunlagan kasb o'rganuvchilari yakuniy baholashdan o'tib, o'z malakasini tasdiqlovchi sertifikatga ega bo'ladilar.